Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbek xalqi uzoq kutgan kunlar keldi. 29 va 30 oktyabr kunlari O'zbekistonda boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet agentligi 29 oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 21-26 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo kechasi va kunduzi yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 2-7 daraja, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi.